O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tavallud topdi. O'tkir Hoshimov 20-asr o'zbek adabiyotida o'z o'rni va uslubiga ega bo'lgan adibdir. Uning asarlari oddiy va xalqchilligi bilan ajralib turadi. Asar katta-kichik hikoyalardan iborat. Dunyoning ishlari qissasi inson qalbidan chuqur o'rin egallagan asar sifatida qadrlanadi. Ushbu qissa insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi. Jonli va hayotiy tasvirlar, o'zbekona yondashuv va xarakter, qahramonlar o'rtasida suhbat mutolaa ta'sirini kuchaytiradi. Asar adibning bolalik davridagi voqealari asosida qurilgan bo'lib, oddiy qishloq oilalari, odamlar turmush tarzi adibning onasi bilan uyg'unlashtirilib tasvirlangan. O'tkir Hoshimov shu kichik asarida ham dunyoning ishlarini mujassamlashtirgan. Asarda nafaqat millat, balki chin insoniylik fazilatlari yetakchilik qilishi kitobxonlar uchun tarbiyaviy va hayotiy saboq bo'ladi. Unda har birimiz oilamizni, do'st-yorlarimizni, hattoki hech kimga o'xshamagan onamizni ko'ramiz. O'tkir Hoshimovning ushbu qissasi haqida ko'pgina yozuvchilar o'z fikrlarini bildirishgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad qissani shunday ta'riflagan. Dunyoning ishlari asari qissa emas, doston deb atashni istar edim. U qo'shiqday o'qiladi. Uni o'qib turib, o'z onalarimizni o'ylab ketamiz. Shu mushfiq, shu jafokash onalarimiz oldidagi bir umr uzib bo'lmas qarzimizning aqalli bittasini uzoldikmi degan bir andisha, bir savol ko'z oldimizda ko'ndalang turib oladi. Mazkur asar o'ziga xos ma'naviy ozuqa manbaidir. Kitob, adabiyot va she'riyat ixlosmandlariga umuman kitobxonlarda katta qiziqish uyg'otadi degan umiddamiz.